Qo'limizga Xiaomi Pad 6s Pro plansheti kelib qoldi. Hozir sizlar bilan birgalikda PUBG'da test qilib ko'ramiz. Bu modelimiz 2024-yilgi model bo'lib, 12.4 dyuym ekran. Protsessori Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Flagman chip o'rnatib qo'yilgan ekan. Operatsion tizimi Android 14 qo'llab-quvvatlar ekan. Planshetni ekran chastotasi 144 Hz da ishlar ekan. Batareya sig'imi esa 10 000 mAh ekan. Voy, gap bo'lishi mumkin emas. Zaryadligi 125 wattli bo'lib, 10 daqiqada 45% zaryadlanadi. To'liq zaryadlanish uchun esa 35 daqiqa kifoya ekan. 6 ta stereo dinamik kolonka o'rnatilgan. Xullas ishlatib qo'yishga arziydigan planshet ekan. Qo'limizdagi apparatning xotirasi 256 GB, operativkasi esa 8 ekan. O'zim ham ozgina ishlatib mazza qildim bro. PUBG Mobile o'yinini ham o'ynab ko'rdik. Qizish degan narsa umuman sezilmadi. Grafikaga esa gap bo'lishi mumkin emas. 45, 60 va 90 FPS gacha bemalol qotmasdan ishlab bera olar ekan. Menimcha bu planshet monster bo'lsa kerak. Zaryadi ham vashcha sekin ketar ekan. Uncha iPadlarni damini berib qo'yadi-yu. Salyotlari-yu addachasini gapirmasam bo'laveradi. Xullas shu apparatni oling, o'yinga mazza qilib ishlating. Zaryaddan umuman xavotir olmasangiz ham bo'laveradi. Narxga keladigan bo'lsak, $395 full komplekt holatda chiqarib beramiz. Komplekt deganda korobka dokument zaryadniklari bilan qo'shib beramiz. Mahsulotimiz sizga ma'qul keladigan bo'lsa, bizga aloqa chiqib qo'ying. Boshqa viloyatda bo'lsangiz dastavka qilib yuborishimiz ham mumkin. Har qanday injiqligingizni hal qilishga harakat qilamiz. Pulini bersangiz bo'ldi-da. Manzilimiz Namangan shahar Texnopark 84-do'kon. Sizlarni do'konimizda kutib qolamiz.